Aşı. Stoyga ishlayman degandi. Menga Nima bo'lgan taqdirda ham stoykada ishlaydimi? Pastelda ishlaydimi Shahzod? Ey. Qo'pol qilib ketganda chiqib qo'yding uka. Asi bolaga ko'timan agar $1000 pul bermasam. Shahzod turganligi uchun $1000 pul beraman. Goldman deb blogerliklarni qilay. Blogerlarni. Sharmanda qilding bilat. Ahvolni qara. Suvga tushgan to'q o'xshab qolishding ey. Nima bu ahvol bilan? yana biri xursand qildi. Hech qachon bizni xursand qilma. Xursand qilma bizni. Tinchgina. Nima olib kelibdi? Nima olib ketibdi deb. Seni samandar tankam yeb chichivoradi. Men javob beraman. Samandar ham yevoradi. Bobur Abdulaziz emas. Samandar bukilavoradi. Sen blogerligingda qil, ukam. Xalq qarg'ishiga qolib ketding. Shu yo'l tutgan bolaga onasini aka $1000 beraman. Chartasini aytadi, shu tashlab beraman. Shuni urganligi uchun. Joni sog' bo'lsin, malades. O'zbekistonda padishkasini bola ham bitta his qilsin. Krassavchik ekan, 20 yoshli bola. Degizvordi biladi. 20 yoshli bola. Birimiz urganda ham xursand bo'lardik. Birimiz urganda ham xursand bo'lardik biladi. Birimiz urmaysan hech bo'lmasa biladi. Nima bo'lyapti? Endi nima bo'lyapti? Jonim.